Men ketdim ishga. Uyda ro'zg'orda hech narsa qolmabdi. 2 dona kartoshka qolibdi xolos. Qaytishingizda bozorlik qilib keling. Mayli, xudo xolasa harakat qilaman. Yaxshi o'tiringlar. Aka, ish bormi? Ha, ish bor, o'tiringlar. Aka, ish tugatdik. Bo'ldi, mana shu kelishganimizda 100 ming xizmat haqingiz, rozi bo'ling. Rahmat kattakon aka. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Rahmat. Turibsizlarmi? Charchab ketdim bugun. Bozorlik qilib kelmadingizmi? Bolalaringiz ham maktabdan kelib och o'tirishibdi. Yo'q, qilolmadim. Bitta tanishimni ko'rib qoldim. Sinatilla? Do'st, Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Yaxshimilar? Ha, do'st, qayerga shoshib ketyaptilar? Qizim kasal bo'lib, infeksioniga tushib qoldi. Dori yozib beradi, aptekaga kirsam 170 minglik bo'ldi. Yonimda 80 ming pul bor ekan. Qolgan birortadan olib turaman deb shoshib ketib turgandim. Ha, yo'g'i, Alloh shifo bersin, tuzalib ketsin. Taklasi yonimda 100 ming so'm pulim bor edi. Mana shuni oling-da, o'sha dorilaringizni oling, do'stim. Yo'q, o'zingizga kerak bo'lib qoladi. Yo'q, birinchi o'rinda farzand sog'lig'i. Olavering, menga kerak bo'lmaydi. Rahmat kattakon, ko'rishamiz. Sog'. Pulim qolmadi yonimda qilolmadim bozorlik. Ha mayli, yaxshi ish qilibsiz. Farzandlari sog' bo'lsa bo'ldi. Unda qo'shnidan ozgincha yog' olib chiqib, o'sha kartoshkani qovurib turaveraman. Ha, shuni qiling, o'shani qovurib turavering. Kim? Kelinglar balla. Aka, ozgina ehsonimiz bor edi. Mahalladan so'radi, qiynalgan o'yinlar sizlar deyishdi. Mana shular olib qo'yasiz endi. Yo'q, qo'yavering, aka. Yo'q, aka, buni olib qo'yasiz, ehson bu. Kiringlar, metga qo'yinglar, bo'lmasa. Bo'ldi. Rasululloh aytadilar, bir musulmon oilaga xursandchilik kiritib qo'ysa, bu xursandchilik kiritgan kishi uchun jannatdan boshqa mukofot bo'lishiga Alloh rozi bo'lmaydi.